Bugun kechki bir o'quvchim bor, Qirg'izistondan kelgan. Shu o'quvchimni noodatiy bir jarayonga solmoqchiman. Bitta konkretniy ekzamen o'tkazaman shu o'quvchim bilan. Gul olishga keldik. Ana go'zallik. Ana, vau, ana. Chiroyli qilib qo'ydermiz. Xullas o'quvchilarimni aynan shu yerga olib kelishimdan katta maqsad ular begona insonlar noqulay muhitda o'zlarini duduqlanishini qanday tarbiyalab olishadi. Katakdek kichkina xonada emas, katta ochiq joylarda qanday ular o'zlarini tutishadi, shuni bilib olamiz. Hozir ustozini boshchiligida minglab insonlar orasiga chiqishga majbur. Dildoraga. Bilgan biz shuni olib beramiz. Begona muhit insonlar qarshisida aynan o'quvchilarimni hozir so'zga chaqiramiz. Happy birthday to you. Bu yerga kelishimning asosiy sababchilari mana shu farzandlarimiz. Bizga qimmatli va qadrli bo'lgan o'g'il va qizlarimiz. Ayrimlari Tojikiston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurishgan va bor yo'g'i 1-2 darsdan so'ng men ularni, ya'ni noodatiy, o'zgacha va begona muhitga olib kelishga qaror qildim. Я с вами, я рядом, вы сейчас здесь боретесь. Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Ali. Men Qirg'izistonning O'sh shahridan keldim. Dildor opa, men sizni chin ko'nglimdan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim yuzga kiring, niyatlaringizga yetishib bering. Dildor opa, ota-onangizni baxtiga sog' bo'ling va sog' salomat omon yurish sizga nasib qilsin. Azizlar, bu yigitlar duduqlanish, ya'ni lagonevroz bilan kelishgan va iltimos hech bo'lmaganda shu qo'llab-quvvatlab aplodisment bersangiz bu bepul. Sog'lom inson ham, nutqi sog'lom bo'lgan, hech qanday nuqsoni yo'q inson ham aslida begona insonlar oldida gapirishga qiynaladi. Shuning uchun iltimos podдержка qilib turinglar. Bu biz uchun juda ham muhim. Qadanangiz aman bo'lsin. Bavurmangiz. Baqatda bo'lingiz. Bay bo'ling'iz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Asrorxo'ja va men Dildor opani tug'ilgan kuniga tashrif bildirdim. Sizni tabriklayman. Ilohim yuzlarga kiring. Ota-onangizni baxtiga sog' bo'ling. Kunlar ko'rmadi aziz boshingiz, lekin hech kim ko'rmadi ko'zda yoshingiz. Mehnat u zahmat dil sirdoshingiz, beozor dilxumor onajonginam. Assalomu alaykum. Dildora opa, sizning tavallud topgan kuningiz bilan tabriklayman. Sizga uzoq umr, sog' sihatlik tilayman. Taklif uchun kattakon rahmat. Встречает сердце, как ты.